kichik blokda ham $10,000 daromad qilish uchun 5 ta qadam. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsimizga xush kelibsizlar. Bugungi darsimizda men sizlarga qanaqa qilib kichkina yoki o'rtacha blokdan $10,000 daromad qilishni ketma-ketligini, ya'ni qadamlarini bepulga o'rgatmoqchiman. Shuning uchun albatta bugungi darsimizni daftar ruchkalar bilan tayyorlanib ko'ringlar, juda ham foydali ma'lumotlar bilan bo'lishaman. Demak, bugungi darsimiz kimlar uchun? Birinchi navbatda albatta shaxsiy brend egalari uchun. Ya'ni siz Instagramda blogingizni olib borasiz, farqi yo'q, sizda kichkina blogingiz bormi yoki o'rtacha blogingiz bormi, ya'ni qanaqadir mutaxassisligingiz bor va blogingizni olib borasiz, lekin blogingizdan yaxshi daromad qila olmayapsiz. Ya'ni daromadingiz masalan $500 dan $1000 u yog'iga ortmayapti, chekingizni ko'tara olmayapsiz, yangi darajaga chiqa olmayapsiz va u yog'iga qanaqa qilib o'sishni bilmayapsiz. Agarda sizga bu holat tanish bo'lsa, bugungi darsimiz sizga foydali bo'ladi. Ikkinchi navbatda bu o'sha xizmatini sotmoqchi bo'lgan mutaxassislar, ya'ni SMM mutaxassislar yoki digital mutaxassislar hammaligiga bu darsimizda to'g'ri keladi, lekin faqatgina nollar uchun emas. Chunki bu darsligim aynan o'sha qanaqa darajaga yetgan, lekin u yog'iga daromadini oshira olmayotganlar uchun foydali bo'ladi. Keyingi navbatda bu o'zini onlayn yoki offlayn kurslarini yo'lga qo'yib, daromadini oshirmoqchi bo'lganlar uchun. Ya'ni bu ham ko'pchiligiga tanish. Agarda siz ekspert bo'lsangiz, o'zingiz kurslaringizni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz, lekin qanaqa qilib nimadan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, qadam-ba-qadam rejasizda bo'lmasa, bu darsligim albatta sizga to'g'ri keladi. Va oxirgisi bu ssenariylar orqali sotuv qilishni o'rganmoqchi bo'lganlar uchun. Ya'ni bu ham ko'pchilikning muammosi. To'g'ri ssenariylar yozishni bilishmaydi, ya'ni reelslar uchun, storieslar uchun, ya'ni progrevlar yozishni bilishmaydi va shu sababdan ularda sotuvlar doim past bo'ladi. Agarda siz ssenariylarni to'g'ri yozishni o'rganib olsangiz, sizning doim sotuvlaringiz yaxshi bo'ladi va albatta sizda shunga yarasha daromadingiz ham yaxshi bo'ladi. Xo'p, darsimizni boshlashdan oldin kelinglar tanishib olamiz. Men tanimaydiganlar uchun, men ismim Xalida Abdurahmonova, men 5 yillik tajribaga ega Instagram bo'yicha mutaxassisman va shu kungacha juda ham har xil yo'nalishlarda, har xil loyihalar bilan ishlaganman. O'zi oddiy SMM mutaxassisi bo'lib, karantin davrida shu sohaga kirib kelganman, ya'ni oddiy SMM mutaxassis bo'lib kirganman va hozirgi kunda o'sha prodyuserlik darajasiga chiqqanman. Shu kungacha juda ham har xil loyihalar bilan ishlaganman. Ularning orasida eng taniqlilari bu Bellissimo pizzalari va Bonamur orqali ham meni ko'pchilik taniydi, ya'ni ular bilan biz hamkorlikda ishlaganmiz va oxirgi loyihalarimdan bu Alimay Bekovna bilan birgalikda ishlaganmiz va hozirgi kunda men Madina Nigmatullayevaning doimiy prodyuserlariman va zapusk sohasida faoliyat yuritaman. Undan tashqari o'zimning SMM agentstvom va studiyam bor va biz SMM loyihalari bo'yicha ham ishlaymiz va shaxsiy brendlarni rivojlantiramiz. Xo'p, hozirgi kunda shu darajaga yetgunimgacha o'zimning bilimimga va tajribamga bitta normalniy mashinani puli ketgan deb ayta olaman va bilasizlar, o'zi eng qimmat narsa bu bilim va siz bilan qoladigan narsa bu bilim va bu bilimimni men boshqalar bilan ham ulashib boraman va bugungi darsimizda ham shu pulga olgan tajribalarimni va ma'lumotlarimni sizlarga qanchadir miqdorini bepulga bermoqchiman va sizga foydali bo'lsa, juda ham xursand bo'laman. Va albatta dars ko'rayotgan jarayoninglarni videoga olib istoriyaga qo'ysanglar, men ham o'zimga repost qilaman va sizlarni ko'raman va juda ham xursand bo'laman. Xo'p, kelinglar endi darsimizning mavzusiga o'tamiz, ya'ni qanaqa qilib kichik blokda $10,000 daromad qilish uchun qadamlar ketma-ketligini sizlarga aytaman, ya'ni asosiy 5 ta qadamni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, birinchi eng muhim qadam bu A va B nuqtani aniqlash. Ya'ni siz hozirni o'zida daftar ruchkangizni olib yozishingiz kerak bo'ladi. Sizni hozirgi A nuqtangiz qaysi? Masalan, nechta loyiha bilan ishlayapsiz, qancha daromad qilyapsiz, qanaqa darajadasiz o'zingiz uchun, ya'ni shularni yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Aniq qilib, masalan, men hozirgi kunda tam 2 ta loyiha bilan ishlab $5 daromad qilyapman deb turib, ya'ni aniq yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi va sizni erishmoqchi bo'lgan B nuqtangiz qaysi? Ya'ni daromadingizni qanchaga oshirmoqchisiz? Qanaqa darajaga chiqmoqchisiz? Agarda blog yurg'isiz, blogingizni qanaqa rivojlantirmoqchisiz? Ya'ni masalan, hozir siz 50 mingta bo'lsangiz, tam 70 mingta bo'lmoqchimisiz yoki 100 mingta bo'lmoqchimisiz? Ya'ni aniq maqsadlar bilan yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi va sizda o'sha aniq ko'rinadi. Ya'ni sizda hozirgi darajangiz, hozirgi turgan joyingiz qayerda va siz qayerga qarab ketyapsiz. Va bu narsani endi o'zingizlar ham bilsanglar kerak, qaytarib o'taman. Smart degan formula bor. O'sha bo'yicha yozsanglar, sizlarda to'g'ri bo'ladi. Ya'ni sizlarning maqsadinglar aniq bo'lishi kerak, o'lchamli bo'lishi kerak, deadline'ga ega bo'lishi kerak, ya'ni har bitta maqsadinglar realniy bo'lishi kerak. Ya'ni bilasizlar, masalan, qisqa muddatda qanaqadir nereal darajaga chiqsa bo'lmaydi. Shu sababdan sizlar masalan 2 oy, 3 oyda o'rtacha qanaqa darajaga chiqmoqchi bo'lganinglarni real formatda, ya'ni real raqamlar bilan yozsanglar, bu yana ham sizlarga osonroq bo'ladi. Shu joyda ko'pchilik qiladigan xatolar bu o'zini hozirgi A nuqtasini bilmaydi, ya'ni o'zi hozir qancha daromad qilyapti, qancha rasxod qilyapti, qanaqa darajadaligini bilmaydi va B nuqtasini ham aniq ayta olmaydi. Masalan, hozir men masalan $300 pul topganman, lekin 2 oydan keyin 1,5 ming topaman deyish, bu sal nerealniyroq. Ya'ni sizlar o'zingizlarning holatingizdan kelib chiqib, real tarzda maqsad qo'ysanglar, o'shanda sizlarga osonroq bo'ladi va albatta sizlarning motivatsiyanglar
ham bir xilda turadi. Chunki sizlar sirazi katta maqsadlar qo'ymaysizlar, lekin hozirgi darajalardan kelib chiqib o'zingizga bir nuqtani aniqlaysizlar. Xo'p, ikkinchi qiladigan ishimiz bu bizda blogda monetizatsiya qilish. Ya'ni monetizatsiya bu nima? Monetizatsiya bu doimiy sizga pul olib keladigan jarayon. Ya'ni sizning blogingizda doimiy ravishda nimadir sotilishi kerak. Bu bo'lishi mumkin reklama, konsultatsiya, xizmat, kurs yoki-da shunga o'xshash qanaqadir xizmatlar, lekin sizda doimiy, ya'ni sizga pul olib kelib turishi kerak. Agarda sizga blogingiz pul olib kelmasa yoki-da kam pul olib kelsa, bunda siz nimadir noto'g'ri qilyapsiz. Ya'ni siz qanaqadir sotuvlarni amalga oshirmayapsiz. Program qilishni bilmaysiz yoki-da auditoriyangizdan to'g'ri foydalanishni bilmaysiz va sizga bu narsa motivatsiya bermaydi. Chunki bilasizlar, baribir hammamiz uchun blog yurg'izish hammamizga yoqadi, lekin agarda bizga bu narsa pul olib kelmasa, biz uzoqga bora olmaymiz bu narsa bilan. Shu sababdan siz blogingizga, ya'ni o'zingiz Instagram blogingizga как ish sifatida qarashingiz kerak. Ya'ni как ishingizni har kuni qilasiz-ku, har kuni blogda nimadir joylashingiz kerak bo'ladi va albatta sizga bu narsa pul olib kelishi kerak. Agarda siz qanaqa pul olib kelishini bilmasangiz agar, albatta buni o'rganing, chunki bu juda ham muhim. Chunki men o'zim boshida Instagramni ochganimda 2 yil davomida faqatgina rasxod qilganman blogimda. Ya'ni qanaqa pul topishni bilmaganman, faqat reklamaga pul ishlatganman, faqat o'zim reelslarimni qo'yganman, ya'ni rasxodlar qilganman, lekin menga pul olib kelmagan va qanaqadir darajaga yetib men o'sha tashlab qo'yganman blogimni, chunki men ko'ryapman, menga bu narsa pul olib kelmayapti va men bunga seriyozli qaramaganman. Lekin men o'sha SMM sohasiga kirganimdan keyin tushunganman, что Instagram menga rostdan ham pul olib kela oladi va qanaqa qilishni polni kurslarida o'qib chiqib o'rganganman va o'shandan keyin menda va shu kungacha men o'zim Instagram blogim orqali faqatgina zapusklarim, ya'ni faqatgina kurslarim orqali men 55 ming dollardan ortiq pul topganman. Ya'ni faqatgina kurslarim orqali. Bu degani, masalan, meni blogim ko'rgan bo'lsangiz, unaqa darajada katta emas, kichkina ham emas, lekin yaxshigina pul olib kelgan va haligacha olib kelyapti. Va siz o'ylashingiz mumkin, hozir meni blogim kichkina, masalan, menda даже 10 mingta yo'q yoki-da 15 ming, 20 mingta yo'q deyishingiz mumkin, lekin bu narsaning ahamiyati yo'q, chunki men endi boshlayotgan paytimda ham 2023-yil paytimda ham menda blogim kichkina bo'lardi. U payt stories prosmotrlarim ham 200 ta 300 ta bo'lardi, lekin o'sha paytda ham men har oy stabilna 1000 dollar pul topardim o'sha paytda. Ya'ni men o'sha paytda to'g'ri monetizatsiya qilishni o'rganganman, ya'ni qanaqa qilib auditoriyamdan to'g'ri foydalanib pul topishni o'rganganim uchun menga bu narsa juda ham foyda bergan. Shu sababdan sizlarga ham bemalol ayta olaman, farqi yo'q qancha obunachingiz bor, qancha axlatlaringiz bor, siz bemalol hozirgi darajangizda ham pul topa olasiz, faqatgina buni to'g'ri qilish ketmaganligini bilishingiz shart bo'ladi. Tak, uchinchi eng muhim narsamiz bu content marketing. Ya'ni content marketing bu nima? Bu sizni shaxsiy brendingizni rivojlantirish uchun kontentlarni rejasi. Ya'ni siz doimiy ravishda ko'rishingiz kerak, siz blogingizda nimalar qo'yilyapti va sizga bu narsa foyda olib keladimi? Ko'pchilik mutaxassislarning qiladigan xatosi bu shunchaki aktiv uchun, shunchaki qanaqadir PR uchun umuman o'zining yo'nalishiga mos bo'lmagan videolarni olib chiqishadi yoki-da qanaqadir o'ziga kerak emas auditoriyani yig'ib olishadi va ular sotuv qilisha olmaydi. Ya'ni ularga pul olib kelmaydi unaqa auditoriya. Shu sababdan bu juda ham katta xato. Sizga obunachining sonidan ko'ra sifati muhimroq bo'lishi kerak va shu sababdan siz har bitta reelsingizni nazorat qilib turishingiz kerak. Sizga qanaqa bu foyda olib keladi? Ertaga sizga klient olib keladimi bu reelsiz yoki-da sizni mutaxassis sifatida ochib beradimi? Bu juda ham muhim. Shu sababdan bugundanoq shu narsaga ahamiyat bering. Blogingizga qachonki siz seryozni ish sifatida qarasangiz, sizga u seryozni ishga sizga pul olib keladi. Agarda siz yuzaki qarasangiz, sizga yuzaki pul olib keladi yoki umuman pul olib kelmaydi. Shu sababdan bu narsa ham juda ham muhim. Content marketingga amal qilish kerak. Albatta content marketingni o'zini ham chuqur o'rganib chiqsangiz, sizga menimcha hech qanaqa boshqa kurslar ham kerak bo'lmaydi va siz o'zingiz blogingizga ham yoki-da loyihalaringizni blogiga ham bemalol natijalar qilishingiz mumkin bo'ladi. Chunki u yerda hamma sirlari bo'ladi. Content marketingni o'zida ham siz bemalol qisqa muddatda ham tez obunachi yig'asiz va sizga loyalni bo'lgan maqsadli auditoriyani yig'ishingiz mumkin bo'ladi. Va shu joyda sizga bitta faktni aytib ketaman. Attiga 3% gina insonlar sizni birinchi marta ko'rganda sizdan nimadir xarid qilib oladi. Ya'ni hech qaysi odam, ya'ni 100% odamlar sizni shunday reklamangizni ko'rib sizdan tam kursingizni, xizmatingizni sotib olmaydi. Shuning uchun siz doimiy ravishda o'zingizni ko'rsatib borishingiz kerak bo'ladi. Doimiy ravishda reelslar chiqarib, tam reklamalar yoqib yoki-da o'sha shaxsiy blogingizni rivojlantirasiz va sizga bu narsa bugun pul olib kelmasa ham, lekin ertaga, bir oydan keyin, bir yildan keyin albatta pul olib keladi. Shu sababdan hozirgi kunda bilasizlar, eng katta investitsiya bu blogga bo'lgan investitsiya hisoblanadi. Shu sababdan va albatta investitsiya to'g'ri qilishingiz kerak va albatta siz undan monetizatsiya qilishni ham bilishingiz kerak. Ya'ni tikkan pulingizni chiqarib olishni ham bilishingiz kerak. Bu bilimlar
juda ham muhim. Demak, 4-muhim qadamlarimizdan bittasi bu auditoriyani chuqur o'rganish. Farqi yo'q, bu o'zingiz blogingiz bo'ladimi yoki loyihangiz blogi bo'ladimi? Siz albatta qanaqadir post joylashdan oldin, kontentlar joylashingizdan oldin yoki kurs qilishingizdan oldin siz auditoriyangizni chuqur o'rganishingiz kerak. Bu juda ham muhim. Bu ham ko'pchilikning xatosi, ya'ni o'zini xayolida nima yaxshi bo'lsa o'sha narsani qiladi. Ya'ni menga shu videolar yoqyapti, shuni qo'yaman deb bo'ladi. Lekin auditoriyaga u narsa o'zi qiziqmi, u narsa ularga kerakmi, ularning muammosi shundami degan narsa, unaqa savollar o'zligiga berishmaydi. Ya'ni shunchaki nima xayoliga kelsa o'shani qilib yuborishadi. Bu narsa ham xato. Ya'ni to'g'ri analiz natijasida siz doim kichkina blog bo'ladimi, katta blog bo'ladimi, prosmotrlaringiz kam bo'ladimi, ko'p bo'ladimi, sotuvlar sizda doim baland bo'ladi. Chunki siz auditoriyangiz og'rig'ini bilasiz, ularning muammosini bilasiz va o'shandan kelib chiqib siz taklif berganingizda sizda doim sotuvlaringiz baland bo'ladi. To'g'ri, siz hozirgi kunda mijozlar topishni, ular bilan to'g'ri переговор qilishni bilishingiz ham mumkin yoki bilaman deb o'ylashingiz ham mumkin. Lekin agarda siz hozirgi kunda daromadingiz kamroq bo'ladigan bo'lsa va daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, siz albatta o'sha daromadga yarasha mijozlar bilan gaplashasiz va ular bilan to'g'ri переговор qilishni umuman boshqa yo'llari, boshqa sirlari bo'ladi. Shu sababdan agarda sizda hozir chekingiz narxi ham kichkina bo'ladigan bo'lsa, siz bitta loyihani $1000 dan $1,5 olmoqchi bo'lsangiz, buni o'ziga yarasha sirlari bor, buni o'ziga yarasha yo'llari bor. Buni albatta o'rganishingiz kerak bo'ladi va o'shandagina siz qiynalmasdan bemalol katta chekka ham proyektni ola olasiz yoki o'zingiz kurslaringizni ham qiynalmasdan sota olasiz. Chunki siz mijoz bilan to'g'ri переговор qilishni bilasiz va hamma sizlarni o'rgangan bo'lasiz. Bilasizlarmi, hozirgi kunda juda ham ko'p ekspertlarning muammosi bu o'sha qanaqadir darajaga chiqadi, ya'ni qanchadir pul topadi va o'sha joyda qotib qoladi. Yarim yil bo'lishi mumkin, 1 yil bo'lishi mumkin, undan ko'p bo'lishi mumkin. Ya'ni daromadi ham o'smaydi, darajasi ham o'smaydi, bilimi ham o'smaydi va bitta joyda qotib qoladi. Bu menimcha juda ham yomon narsa, chunki sizni daromadingiz ham, bilimingiz ham doim ozginadan bo'lsa ham oshib borish kerak. Da srazu demayman, lekin ozginadan bo'lsa ham oshib borish kerak, chunki sizda rivojlanish bo'ladi. Agarda siz bitta joyda qotib qolsangiz, uje sizdan oldin boshlaganlar rivojlanib o'tib ketyapti. Hozir shunaqa zamon bo'lib qolgan. Va shu sababdan sizga maslahatim, hozirgi kunda imkoniyatlar juda ham katta, ayniqsa digital sohadagi mutaxassislar uchun hozir juda ham zamon rivojlanyapti va kichkina blogda ham, katta blogda ham yoki umuman blog yurg'izmasdan ham hozir yaxshi pul daromad qilsa bo'ladi. Bilasizlar, o'zingizlar ham kadr ortida kasblar ham bor. Sizlar u kasblarda ishlab, bloginglarni yurg'izmasdan ham daromad qilsanglar bo'ladi yoki bloginglarni rivojlantirib, o'sha orqali pul topsanglar ham bo'ladi. Va sizlarga maslahatim, agarda siz bitta joyda qotib qolgan bo'lsangiz, albatta yangi bilimlar oling, rivojlaning, chunki men o'zimda ham qachon katta rivojlanish bo'ladi, qachonki men qanaqadir bitta yangi kursda o'qisam yoki qanaqadir yangi ma'lumotlar olsam va menda o'zi doimiy ravishda shunaqa qoida bor, har kuni soham bo'yicha nimadir o'rganaman. Bu albatta kurs bo'lishi shart emas. Har kun masalan bitta podkast ko'raman yoki bitta YouTube ko'raman yoki mana hozir siz ko'rayotgan video ham bu siz uchun foydali bo'ladi va har kuni shunaqa bilimlardan o'zingizga yangi ma'lumotlar olib yursangiz, siz doim daromadingiz ham yaxshi bo'ladi, chunki sizda o'shanga yarasha bilim bor. Shu sababdan har bitta mutaxassis doimiy ravishda o'z ustida ishlashni maslahat beraman. Xo'p, va shu joyda siz savol berishingiz mumkin. Xo'p, men daromadimni oshirmoqchiman, yangi darajaga chiqmoqchiman, yangi bilimlar olmoqchiman, lekin nimadan boshlashni bilmayapman. Ya'ni qadam va qadam menga qanaqadir reja tuzib bering deyishingiz mumkin. Va shu joyda men sizga aytaman, agarda siz shu yo'nalish bo'yicha, o'zingiz sohangiz bo'yicha rivojlanmoqchi bo'lsangiz, ya'ni level up qilmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz darajangizdan tepaga ko'tarilmoqchi bo'lsangiz, daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, men sizni o'zim mentally dasturimga taklif qilaman. Mentally dasturim Xudo xohlasa yaqinda boshlanadi va juda ham ko'p foydali ma'lumotlar bo'ladi. Menda o'zi shu kungacha doimiy ravishda onlayn kurslarim bo'lgan, lekin offlayn formatda birinchi marta bunaqa masshtabni qilyapman. Ya'ni oldin menda offlayn faqat individual shogirdlarim bo'lardi, lekin gruppavoy darslarim bo'lmasdi, lekin buni yo'lga qo'yaman chunki juda ham talab katta. Aynan menda gruppavoy darslarimga shu sababdan sizga buni taqdim qilmoqchiman. Ya'ni agarda siz savollar bo'ladigan bo'lsa, mentally dasturingizda o'zi nimalar bor, nimalarni ko'rib chiqamiz, qanaqa natijalarga erishamiz deydigan bo'lsangiz, sizga hozir tushuntirib o'tib ketaman. Mentorli dasturim Xudo xohlasa 8-dekabr kunidan boshlanadi va davomiyligi 2 oy bo'ladi. Ya'ni offlayn formatda 2 oy davomida biz sizlar bilan rivojlanamiz, daromadimizni oshiramiz va bizda albatta mehmon spikerlar bo'ladi. Bular hozircha sir, lekin albatta mentorligimga yoziladiganlarga bular haqida aytaman va menda asosiy taklifim, ya'ni mentorligimdan taklif bu bizda atigi 2 oy ichida kichkina blog orqali $10,000 daromad qilishni ketma-ketligini sizga to'liq tushuntirib o'taman. Chunki bilasiz, bu hozirgi
hozirgi darsimiz bu bizda bitta darslik xolos. Sizga bitta darslikda albatta bu narsa yordam bermaydi, lekin albatta siz foydali ma'lumotlar olgan bo'lsangiz, bu yog'iga shu bo'yicha ketmoqchi bo'lsangiz, sizga qadam va qadam reja beraman va biz 2 oy davomida o'sha bu narsani amaliyotda qo'llaymiz. Ya'ni shunchaki bilim olish emas, har bitta bilimingizni amaliyotda qo'llaymiz va atigi 2 oy ichida siz $10,000 daromadga chiqishingiz mumkin bo'ladi, даже undan ham ko'p topishingiz mumkin bo'ladi, harakatingizdan bog'liq va sizga qadam va qadam reja beraman. Ya'ni nimadan keyin nimani qilish kerak, nimadan boshlash kerak, nima bilan tugatish kerak, hammasini sizga o'rgataman va o'zim bilan individual shug'ullanishingiz mumkin bo'ladi. Demak, darslarimiz soni 10 ta bo'ladi, ya'ni 10 tadan oshiq bo'lishi ham mumkin va bizda 4 ta mehmon spikerlar ham bo'ladi va bizda 2 ta mastermindlar ham bo'ladi. Ya'ni mastermindda biz polniy jamoa bilan o'tiramiz va biz har bitta odamning muammosini ko'rib chiqamiz. Ya'ni har bitta odamning muammosi nimadan iborat va biz yechim beramiz, tayyor sizlarga yechimlar va yordam beramiz. Amaliy ko'mak ham albatta bo'ladi. Demak, mentorlik dasturimda asosiy 10 ta modulimiz bor va bizda sizlarga hozir o'qib beraman. Har bitta moduldan sizlar nima natija olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bizda birinchi modulimiz bu bizda blog orqali monetizatsiya turlari. Ya'ni aytganimdek, siz blogingiz orqali pul topishingiz mumkin. Ya'ni qanaqa qilib topaman, qanaqa yo'llari bor, masalan, kichkina blog uchun nima to'g'ri keladi, katta blog uchun nima to'g'ri keladi yoki umuman blogni yo'li uchun yoki o'sha kadr ortida ishlamoqchi bo'lganlar uchun nima to'g'ri keladi, hammasini sizlarga ketma-ket tushuntirib beraman. Ya'ni tanishtiruv bo'ladi bizda. A va B nuqtani aniqlash bo'ladi. Monetizatsiya turlarini tushuntirib beraman sizga va siz natijada albatta monetizatsiya turlarini bilib olasiz va o'zingizga mos bo'lgan turni tanlab olasiz va siz amaliyotda уже qo'llaysiz. Ya'ni sizning blogingiz qanaqa bo'lsa, o'shanga mos turni aniqlab, o'sha bo'yicha siz уже daromad qilishni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Demak, ikkinchi modul bu bizda dekompozitsiya va maqsad qo'yish. Va ikkinchi moduldan natija bu sizda to'g'ri maqsad qo'yishni o'rganasiz, dekompozitsiya qilishni bilasiz. Ya'ni dekompozitsiya degani bu albatta o'sha to'liq jarayonni dekompozitsiya, ya'ni maqsad bilan bo'lib chiqasiz va siz albatta va bu moduldan keyin siz katta ehtimol bilan o'sha o'zingiz qo'ygan B nuqtangizga tezroq yetib olasiz va sizda fail bo'lmaydi. Ya'ni o'xshamaslik ehtimoli juda ham past bo'ladi, chunki siz to'g'ri maqsad qo'yishni bilasiz va ketma-ketlik qadamlarni bilasiz. Keyingi modulimiz bu bizda mijoz topish va to'g'ri переговор qilish. Ya'ni mijoz topish va to'g'ri переговор qilish sizga har qanday holatda kerak bo'ladi, chunki bizning ishimizda bilasizlar 90% va переговорdan tashkil topgan va siz to'g'ri переговор qilishni, mijozni to'g'ri qo'ndirishni bilishingiz kerak. Bu sizga ham loyihalar olishingizda ham yordam beradi. Ya'ni SMM bo'yicha loyiha olasizmi yoki shaxsiy brend bo'yichami yoki zapusk bo'yicha, masalan, prodyuser bo'lmoqchi bo'lsangiz ham siz albatta переговорlarda to'g'ri qatnashishni bilishingiz kerak va to'g'ri shartnomalar qilishni va ular bilan to'g'ri kelishuv qilishni bilishingiz kerak bo'ladi. Va albatta buni ham men sizga to'liq o'rgataman. Xo'p, bu darsdan keyin siz to'g'ri hamkor tanlashni o'rganasiz va xizmatingizni yuqori chekka sotishni o'rganasiz. Bu juda ham muhim, chunki ya'ni agar siz to'g'ri переговор qilishni bilmasangiz, siz hech qachon qimmat chekka sota olmaysiz. Keyingi darsimiz bu bizda to'g'ri analiz qilish sirlari. Ya'ni aytganimdek, siz auditoriyangizni to'liq analiz qilishni o'rganib olasiz. Ya'ni ularning muammolari nimadan iborat, qanaqa qilib ularga yechim bersa bo'ladi, qanaqa qilib to'g'ri analiz qilish mumkin o'zi, qanaqa ketma-ketlik qadamlari bor, hammasini men sizga o'rgataman va albatta siz natijada o'sha chuqur analiz qilishni o'rganasiz va o'sha auditoriyaning muammosidan kelib chiqib takliflar berishni ham o'rganasiz. Keyingi modulimiz bu bizda shaxsiy brend va content marketing. Bu eng ko'p ma'lumotga ega bo'lgan modulimiz, chunki bu yerda siz bemalol o'zingiz blogingiz uchun ham foydali ma'lumotlar juda ham ko'p olasiz, chunki shaxsiy brendingizni rivojlantirish uchun yokida loyihalaringizni natijaga olib chiqish uchun to'liq sizga ma'lumotlar beriladi va content marketingni ham o'rganib olasiz va siz bemalol qisqa muddatda minglab obunachilar yig'ishni bemalol sirlari bilan o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi va o'zingizga va loyihalaringizga natijalar qilishingiz mumkin bo'ladi. Va albatta bu shunchaki obunachi yig'ish emas, shunchaki qanaqadir sizga nima deydi, oddiy postlar qo'yishni o'rgatmayman bu yerda. Bu yerda men konkretni sizga ertaga sotuvingizga yordam beradigan auditoriya yig'ishni o'rgataman. Ya'ni siz u auditoriya orqali ertaga bemalol pul topishingiz mumkin bo'ladi va siz masalan hatto 1000 ta obunachi yig'sangiz ham o'sha 1000 ta obunachi sizga ertaga kamida $1000 daromad olib kelishini sizga ketma-ket tushuntirib o'tib ketaman va albatta siz bu narsani qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Navbatdagi modulimiz bu bizda Progrev. Bilasizlar, Progrev bu juda ham katta modul. Men o'z Progrev bo'yicha alohida kurs ham qilmoqchi bo'lganman, chunki bu juda ham muhim va ko'pchilik mutaxassislar buni bilmaydi va men o'zim ham eng kuchli tarafim Progrevda deb bilaman, chunki Progrev orqali agarda siz to'g'ri Progrev qilishni bilsangiz, sizda doim sotuvlaringiz baland bo'ladi, chunki agarda siz oddiy sotsangiz, sizda sotuvlaringiz kam bo'lishi mumkin, lekin Progrev qilib sotganingizda sizda bemalol xuddi o'sha auditoriya bilan, xuddi o'sha blog bilan kamida 2-3 barobar, 5 barobar, 10 barobargacha ham ko'proq sotuvlaringiz bo'lishi mumkin. Shu sababdan Progrev ham biz alohida darslarda ko'rib chiqamiz va sizlarga ma'lumotlar beraman.
Va keyingi modulimiz bu bizda jamoa yig'ish va boshqarish. Bilasizlar, katta natijaga chiqish uchun hech qachon siz bir o'zingiz eplay olmaysiz. Sizga jamoa kerak bo'ladi va jamoani qanaqa qilib yig'ish mumkin. Xullas, jamoa uchun nima kerak bo'lsa, hammasini sizga o'rgataman va hamma sirlari bilan sizga o'rgataman. Chunki bilasizlar, men o'zim ham jamoam juda ham katta, zapisk bo'yicha ham jamoam bor, studiyam bo'yicha, agentsiyam bo'yicha va men bu bo'yicha tajribaga egaman va sizga bemalol bu narsalarni qisqa muddatda o'rgatib qo'yaman. Ertaga sizda bu bo'yicha muammolar bo'lmasligi uchun siz oldindan hammasini bilib olasiz va o'sha bo'yicha bemalol ishlashingiz mumkin bo'ladi. Navbatdagi modulimiz bu bizda obunachi yig'ishni bepul va pullik yo'llari, ya'ni biz to'liq ko'rib chiqamiz qanaqa qilib hozirgi mana 2026-yilda qanaqa qilib bepulga obunachi yig'ish mumkin, qanaqa qilib pulga yig'ish mumkin. Ya'ni pulga deganda ham bilasizlar, ko'p ekspertlar o'sha pulga auditoriya yig'ganda noto'g'ri yig'ib qo'yadi, ya'ni pulni noto'g'ri ishlatib yuboradi va ularga bu narsa yaxshi obunachilar olib kelmaydi va men sizlarga ham bepul ham pul yo'llarini o'rgataman va bu bilimlarni sizlar xohlasanglar o'zinglarni blogerlarga, xohlasanglar o'zinglarni loyihalarga ishlatsanglar ham bo'ladi. Albatta sizlarga bu narsa foydali bo'ladi. Va oxirgi modulimiz bu bizda mahsulotimizni tayyorlash, ya'ni agarda siz kurs sotmoqchi bo'lsangiz, bemalol o'sha kursingizni Adan Yagacha deydi-yu, o't idosiga tushuntirib qo'yaman. Ya'ni qanaqa to'g'ri upakovka qilish kerak, qanaqa to'g'ri narx qo'yish kerak, qanaqa to'g'ri sotish kerak, hammasini sizga o'rgatib qo'yaman va siz o'sha o'zingizga mos bo'lgan mahsulot turini aniqlaysiz, ya'ni offline kursmi, onlayn kursmi, hammasini siz o'zingiz uchun aniqlaysiz va o'sha bo'yicha siz bemalol ertaga kurslaringizni ham yo'lga qo'yib daromadingizni oshirishingiz mumkin bo'ladi. Va men sizga aniq ayta olaman, agarda mentorlikdagi hamma darslarda qatnashib, faol qatnashib, hamma vazifalarni bajarsangiz, siz daromadingizni kamida 2-3 barobarga oshira olasiz. Kamida, lekin bu uchun albatta hamma bergan vazifalarni bajargan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, oldindan aytib o'taman, kurs arzon bo'lmaydi, chunki bu birinchidan nollar uchun emas va ikkinchidan bu onlayn kurs emas. Bunda ham odam soni kam bo'ladi. Menimcha 15 tadan oshmasa kerak deb o'ylayapman. Ya'ni 15 tadan ko'p o'quvchi olish niyatim yo'q va o'sha yozilmoqchi bo'lganlar juda ham ko'p va kurs arzon emas va hamma uchun emas. Ya'ni agarda siz nol bo'lsangiz, endi boshlayotgan bo'lsangiz, hali daromadingiz yo'q bo'lsa, nima deydi, bu sohaga endi kirib kelayotgan bo'lsangiz, sizga kurs to'g'ri kelmaydi. Sizga ko'proq boshlang'ich kurslarim bor, o'shani taklif qilishim mumkin. Lekin agarda siz o'sha darajaga qanaqa darajaga yetdingiz va daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, sizga bu kurs to'g'ri keladi. Va nima uchun arzon emas degan savolga ham javob berib ketaman. Bunda menda 5 yillik tajribam yig'ilgan, ya'ni to'liq o'sha meni SMMdan boshlab yig'ilgan tajribalarimni, pullik ma'lumotlarimni sizga atigi 2 oy ichida sig'dirib beraman. Ya'ni o'sha zapisk bo'yicha ham, SMM bo'yicha ham, shaxsiy brend bo'yicha ham hammasini sizga beraman va albatta bu narsa arzonga baholanmaydi, chunki bilasizlar, tajriba bu doim pul. Lekin siz bemalol o'sha meni 5 yillik yo'limni 2 oy ichida bemalol o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Va bilasizlar, bu bilimlarga men bitta mashinani pulini investitsiya qilib yuborganman va sizlar shuncha investitsiya qilingan bilimlarni sizlar atiga 10 barobar arzon olasizlar va bu narsa ham o'zi aslida qimmat deb ayta olmayman. Va sizga albatta kafolatlangan natija beraman. Ya'ni men kafolatlab ayta olaman, bemalol siz agar hamma darsda qatnashib, hamma vazifalarni bajarsangiz, sizda daromadingiz kamida 2-3 barobarga oshadi, balki undan ko'proq bo'lishi ham mumkin. Va albatta bu katta jamoa, ya'ni bu kursda sizda katta jamoa bo'ladi va bizda mehmon spikerlar bo'ladi, kuratorlar bo'ladi, hamma yordamlar sizga beriladi va albatta bu narsa arzonga baholanmaydi. Va eslatib o'taman, bu kursda men sizga atigi 2 oy ichida kichkina blogingizda ham $10,000 daromad qilishingizni ketma-ketligini, sirlarini o'rgataman va sizda bemalol tayyor strategiya, tayyor qo'lingizda как roadmap bo'ladi va siz o'sha bo'yicha ketishingiz mumkin bo'ladi. Va albatta sizda har bir jarayonda sizga o'zimiz yordam berib, qo'llab-quvvatlab turamiz va sizda bu narsa albatta tezroq o'xshaydi. Demak, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda siz mentorlik dasturimga yozilmoqchi bo'lsangiz, sizga pastda havola qoldiraman va albatta faqatgina shu darsni ko'rganlar uchun sizga maxsus taklifim va maxsus kichkina chegirmam bor va undan foydalanib qolishingiz mumkin bo'ladi. Pastdagi havolarni to'ldiring. Biz sizga aloqaga chiqamiz. Agarda siz to'g'ri kelsangiz, agarda sizning darajangiz bizning kursimizga to'g'ri kelsa va albatta agarda joylarimizda qolgan bo'lsa, sizga albatta aloqaga chiqamiz va kurs haqida ma'lumotlar beramiz. Sizlarga darsimiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Hammangizga rahmat, sog' bo'linglar.